Germaniyaning Frankfurt shahrida jahondagi eng yirik farmatsevtika sanoati ko'rgazmalaridan biri 36-chi xalqaro farmatsevtika ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston esa birinchi marta ushbu nufuzli ko'rgazma doirasida milliy stendini namoyish etdi. Batafsil navbatdagi lavhamizda. Bu yil ham tadbir farmatsevtika sohasining asosiy xalqaro maydoniga aylandi. Dunyo bo'ylab ishlab chiqaruvchilar, ilmiy markazlar, ta'minotchilar va investorlar innovatsiyalar va hamkorlik atrofida birlashdi. Ko'rgazmada dori vositalari ishlab chiqarish, ingrediyentlar, biotexnologiyalar va laboratoriya yechimlariga oid eng so'nggi yangiliklar namoyish etildi. Bu yilgi CPHI Frankfurtda 70 dan ziyod davlatdan 2500 dan ortiq kompaniya va brendlar qatnashdi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan savdoni rivojlantirish kompaniyasi bilan hamkorlikda 6 ga yaqin kompaniyamiz ishtirok etib, ular ham o'zlarini xalqaro hamkorlar bilan ko'plab muzokaralar olib bormoqda. 200 dan ortiq xalqaro hamkorlar bilan muzokaralar olib borildi. O'zbekistonni farmatsevtikani barqaror rivojlantirishni xohlasak, albatta biz nafaqat mahalliy bozorga urg'u berishimiz kerak, shu bilan birgalikda Markaziy Osiyo bozori, mustaqil davlatlar hamdo'stligi bozori va global bozorga butun kuchni qaratishimizga to'g'ri keladi. Ushbu ko'rgazmalardan biz ko'proq foydalanishimiz kerak. Bu bizning ilk qatnashishimiz bo'lsa, lekin bundan keyin boshqa xalqaro ko'rgazmalarda ham ishtirok etishimiz kerak va O'zbekistonni farmatsevtika xalqaro global bozorida tanitishimiz kerak bo'ladi. O'zbekiston milliy stendi farmatsevtika sohasining salohiyatini namoyish etish, mahalliy mahsulotlarni xalqaro bozorga ilgari surish va yangi hamkorlik ko'priklarini yaratish uchun muhim platforma bo'ldi. Biz joriy yil ilk bor CPHI Frankfurt 2025 ko'rgazmasi doirasida O'zbekiston milliy pavilyonining ishtirokini qutlab, bundan juda mamnunmiz. O'zbekiston juda ta'sirli stend bilan qatnashmoqda. U yerda mamlakat farmatsevtika sohasini namoyish etayotgan qator kompaniyalar faoliyat ko'rsatmoqda. Ishonchim komilki, ushbu tadbir O'zbekistonning bilim va tajriba eksporti salohiyatini oshirishga katta hissa qo'shadi. Shuningdek, mamlakatning innovatsion yondashuvlari va ishlab chiqarish imkoniyatlarini namoyish etish uchun muhim xalqaro maydon vazifasini bajaradi. Biz kelgusida CPHI ko'rgazmalarida O'zbekistondan yanada ko'proq kompaniyalarning faol ishtirok etishini kutib qolamiz. Ko'rgazma davomida farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi delegatsiyasi jahonning yetakchi kompaniyalari bilan uchrashuvlar va muzokaralar o'tkazdi. Bu muloqotlar orqali yangi investitsiya loyihalari, ilmiy hamkorlik tashabbuslari va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan kelishuvlar muhokama qilindi. Made in Uzbekistan bu ishonch, sifat va zamonaviy farmatsevtika taraqqiyotining yangi ramzi.